har qandoq kalla bilan o'ylasa, har qandoq bosh bilan oddiy bir hech narsani o'qimagan, bir so'mga qo'shishni bilmaydigan odam ham o'ylab ko'rsa, bu yomg'irlar qayerda edi? Osmonni qaysi qismida turuvdi? Qanaqa yo'nqishda turuvdi? Qanaqa nasosda haydab berildi? Nega bitta dona qilib sekin odamlarga yoqimli qilib, asabini buzmaydigan qilib bitta dona qilib tushiryapti? Har bir yomg'irni bitta farishta olib tushib kelyapti. Masalan, daraxtni tagiga mashina qo'yib qo'ysangiz, o'sha daraxtga tushgan yomg'ir tomchilari tushganda toq ketib mashinani tomini teshadigan darajada tushadi. Osmonni falakdan yog'ayotgan yomg'ir, bilasizmi, agar o'zini kuchi bilan yog'sa odamni ilma teshik qilib o'tib ketadi. Lekin uni farishtalar olib tushyapti. Bu rahmat emasmi?